Kechirasiz. Musofirman. Yonimda bir tiyin pul qolmadi. Shu tillarni 500 mingga olib qolinglar. Biletimni puli bo'lsa bo'ldi. Olib qolamiz bo'ldi. Ustoz, pulaga ishonmang. Bular vokzallarda mana shunaqa ish qilishadi. Sigarlar qallobligi-ku. Mana qallobligim oldi, bularga pufli. Olib qolaman, faqat so'm yo'q, qog'oz beraman. Do'ldim. Bo'ldi, momoyo maslagiga izdachiga 700 ming so'm beraman. Rahmat. Aytdim, aldi dedim. Bu tillamas ekan, bu soxta ekan. Endi mana buni soxtani bilaman. Otvar buni. Men bergan 100 dollar ham soxta edi. Zato uni menga qaytargan 700 ming so'mi haqiqiy. Qochim bo'ldi? Ya, farishtkami? O'g'rini qaroqchi urdi-yu. Ustozim, sizda jabr ko'rmagan odam qoldimi o'zi? Qilyapti hali, yuryapti. Bahoke. Labbi aka, ustozim Bahoka abetdan keyin keladi. Men shogirdlarman. Nima xizmat? Abetdan keyin keladilar. Qoravay. Jabr ko'rmaganlardan bittasi mana mashina bo'ladi. Qarab tur. Ukajonim, ikkita yangi balon kerak edi. Yo, aka, ustozim ruxsatlarsiz balon sota olmaymanmi? Ukajonim, 200 dollar beraman. Orada leviya qilib turish kerak. Va quru oyligi boyib ketib bo'lmaydi odam. Ustozing yetmaydi, xabar topmaydi. 100 dollarga risk qilsa bo'ladi. Bagajdochi ikkita yangisidan ort beraman aka. Ustoz bozorda 200 dollarga 4 ta balon beradi-ku. Ahmoq, men ham bilaman. O'zi ustozdan 200 dollar qarzim bor edi. Qarab tur, telefon qilaman ustoziga. Alo. 200 dollar qarzingni qachon berasan? Hali shogirdingga berib ketdim-ku. Oldingdanmi shogirding? Eshitib turibdim mana. Ukajonim, hali senga 200 dollar berib ketdimmi yo bermadimmi? Yo, berdingiz. O'sha 200 dollar ustozingga berib qo'ygan qarzim bor edi. Buni voqliroq aytmaysanmi? Ikkita balonni bilib qolmasalar bo'ldi. Ustozga xiyonat qilib yeb qo'ydi. Biz bir-birimizdan sotmaymiz. Hech qachon. Men seni Malikadagi J2, ya'ni Mars Mobile do'koniga olib kelganman. Yetganmi qilib tursang, telefonli bo'lib qolasan. Yurgan. Shundoq do'konga kirishing bilan chap qo'lingda mana shu polvonkan kutib oladi. Hozir hammasini o'zi tushuntirib beradi. Okey, bizning Mars Mobile do'konimizda iPhone 11 dan 17 gacha istalgan telefoninglarni boshlang'ich to'lovsiz 12 ta viloyatga chiqarib beramiz. Xolasanglar studentlarga ham chiqarib beramiz. Sizlarga qanaqa telefon ko'rsating? 17 ni silver rangidan bormi? Hozir beraman. Sizdan telefon olsanglar, chexol, zaryadnik, stikl hamma narsasini qo'shib beramiz. Olamiz, faqat bugun emas, ertaga kelamiz, bo'ptimi? Telefon olmadinglar mayli. Bitta fokus ko'rib ketinglar. Ammo 17. Buni shunchangga tiqaman. Siznikidan olib chiqib kelaman. Davomini ko'ramizmi? Davomi shart emas. Mana davomi. Yo'q. Do'st, bir-birimizni sotmaymiz deb kelishdi-ku. Dunyoda ikkita narsaga ishonmagin shogird. Bittasi Nexan tormoziga, ikkinchisi ustozingga. Xotin, mana shu ikkala mashina senga. Rostdan, shu mashina menga vatasi? Va bo'lsa ham senga xotin qali. Voy, nega ikkita o'zi? Endi bitta mashinani haydab-haydavursa, zerikib qolishing mumkin. Boshqa mashina haydan kelib qoladi-yu, shunda mashinasini hayda. Tushunaysan o'zi meni? Yo'q. Bo'pti. Mana onasi senga ikkita telefon oldim. Otasi rostdan mengami nega ikkita? Nobod mana bittasini ishlatyapsan, quvvati tugab qoldi. Shuni ikkinchisini ishlatib yuborasan. O'zi hamma narsani ikkita bo'lgan yaxshi xotin. O'zi tushunaysan nimaligini o'zi buni? Yo'q, o'zi nima demoqchisiz adasi? Meni kutaman. Baribir tushunasan sen meni. Onasi senga ikkita atir oldim. Voy, adasi, rahmat kattakon atir uchun, lekin nega ikkita? Misol uchun mana bittasini sep olsan, hidi senga yoqmay qoladi. Boshqa hidlarni xolab qolasan-ku, shunda ikkinchi atirni sepasan. Endi tushundingmi nimaga ikkita berganim? Ha, tushunmadim lekin. Onasi nima? Sen tushunguningcha men chiqarib ketaman-ku. Onasi bitta top keldimmi, ko'zim ochib uraymi? Ochiring. Nima bu? Dadam, adajon, siz ikkita nasiga bittasi yirtilsa, bittasini kiyasiz. Endi ikkitalik namoklaringizni tushundimmi? Sen meni tushunmaysan. Hep bore. Sinfdoshingga uylansang. Axiyri sen uylanding, sinfdosh. Endi nima qilamiz? Maktabda odam anatomiya darsida 47-yil esingda. Suyulma, xo'pmi? Umuman, bu yoqdan bo'lingan u yog'i saniki, bu yog'i meniki. Men tomonga umuman o'tmagan. Baraka topdi, unaqa parta bo'sh bo'lib, maktab paytda bo'lardi. Kim meni sansirama, men seni endi eriyman. O'rgana olmayman-da, Mirzohid. Mirzohid dema. Jonimda. Naqossan xotin. Nimaga Nargiz rasmini bo'yab tashlading, Venetkada? Nimaga Venetkan seni oldingda turadi bo'lmasa? Birinchi meni sansirama, kuyovga meni sinboshim bo'ladi. Nima qilasan endi? O'zim rasmimni yopishtirib qo'yaman. Bitta shu rasmi bor edi, Nargiz. Mirzohid aka! Mirzohid aka! Ha, qo'y!
Yunaga marta payti laqabim bilan chaqiryapsiz. O'tqiz beray. O'tqiz olmayapsan, Esmeralda. Sinf fondiga bitta sen qolding, pul ber. Voy, Esmeralda, sinf fondi o marta paytda bo'lardi. Unda oila fondiga ber. Nima qilasan bu pullarni? O'zimga telefon olmoqchiman. U agarchi mani sarsiramasak, hozirroq yangi telefon olaman. Seryozni Mirzohid yur, obi. Ay bale. Voy, Mirzohidga deyolmasanam, jay bo'lmasa. Papaya kedi. Xotin qara diskonti Galaxy A17 qop-qora telefoni 12 oyga 229 ming so'm ekan. Xohlasang mana Honor X7D telefonlari 12 oyga 219 ming so'mdan. Alla. Adasi kirish mashinasi Premier 7 kilolini oppog'i 12 oyga atiga 299 ming so'mdan. Ali o'rtoq, diskonti 0012 aksiyasi ketayotgan ekan. Barcha texniklar uchun. Manzilimiz shuna taqachida Nazarbek Mo'si yetmasdan chap qo'lingda 9 etashkali domi birinchi etajda joylashgan. Bu aksiyalar 10-apreldan 20-aprelgacha amal qiladi. Tezga ye. Rahmat papa aka. Xotin bugun hamma sindoshi yig'ilayotgan ekan. O'sha yoqqa boraman. Voy unda men ham boraman. Yo, uyda o'tirgin qizg'anaman. Ha mayli, xo'p bo'ladi. Qaytgancha Nargis ham borar ekanmi? Kelarga. Unda sen ham bormaysan. Ra'no, men qaytib keldim urushdan. Nahotki 7 yil kutding meni. Urushdan sizdan qora xat kelganda ham ishonmadim. Sevgimiz haqi kutdim. Men senga ishonardim. Mani asrlikka oshdi, lekin sevgimiz hurmati, sevgimizni isbotlash uchun asrlikdan qochib keldim Ra'no. Endi senga uylanaman. Unda sovchisi jo'nating. Voy Ra'no. Rostdan meni yaxshi ko'rasanmi? Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi ko'raman. Bu birovlarni ketaman, kutasanmi? To o'lgunimcha kutaman. Mana anti magazin bor ekan. Hozir sen yaxshi ko'rgan narsani olib kelaman. Tur. Xo'p, tezroq bo'ling. Mana sen yaxshi ko'rgan narsani oldim. Ya, kim bu bola? Tanishing yangi yigitim papa aka. Yigiti? Voy, shuni do'konga kirib chiqqancha yangi yigit topib olding. 2 minut kutib turolmadingmi? Yo, men kutdim. 1 minut kutdim-da, 2 minut ko'p. Mana yerga tegishim kerak-ku. Siz sog' bo'ling, yuring aka. Voy, qanji odobsiz. Mana onasi toza lahm go'sht va kilosini 165 ming so'mdan oldim. Ha, o'zi bo'lgan, yo buni olishdi. Mayli adajonsiz, siz kirib damingiz oling. Men ungacha sergi go'sht qilib mantiqib qo'yaman. Ha, nafsing tiqilgur. Ha, bir kunga tugatmalaring buni. Silgu chiqib qo'y. Xo'p. Adasi ertaga onamlar kelmoqchi keldi. Bir pastetdimi onangga erim uyga go'sht olib keldilar. Hamma qandoshing chaqirganda go'sht yeb bitiralar, xommi? Unda nima qiling? Undan ko'rasa, onang kelmasdan oldin sen o'zing uyingga borgin, ha? Somsa qilib olaman. Charchqani qil. Adajon, kechki nima ovqat qiling? Bugun bir go'sht qovuring, bir mazza qilib yeylik. Xo'p bo'ladi. Ana, mana ma'lumotni qarang. Olimlar yozishicha, ko'p go'sht yeyish insonning sog'lig'iga zarar ekan. Menga nima aloqasi bor? Endi bular bir nimani bilmasa yozmasa kerak-da. Sog'liq o'zingizga kerak. Xohlasiz go'sht yeng, xohlasiz yemang. Ishtahani ham o'ldirding. Keling, tuxum qovurib yuboring. Mana yoshna qilib tur xotin. Anasi nima bo'ldi? Otgan go'shtni har bitta ovqatga mo'ljallab kezib qo'ydingmi? Ha, Muzxonaga soldingmi? ha, marzoga solib Shu sepdingmi? Voy, shu adas esimdan chiqib qoldi. Aytdim, nima dedim? Ko'nglim g'ashdim. Xotin bunaqa deb bo'lmaydi-da. Ha, go'sht aynib qoladi-ku. Ha, o'zi bo'lmayapti, olib kelishi go'sht ko'rmasak-ku. Bor sep qo'y. Hozir adasi, hozir. Ana onasi, bu oy ham ro'zg'orligini qilib oldik. Ha, Bitta narsa esan chiqib qolibdi-ku. nima adasi? Go'sht olmaymiz-ku. Ha, shundoq chiqib kela olyaman. Yo, adasi joyida turing, bolalaringiz bilan go'sht yemaymiz. Tavba qilganman, tavba. Salla go'shtga to'ydilar. Yig'lama muhabbat, yig'lamam yoningda. Obbo, jonga tegdi deb. Bu mashina bo'ladimi? Zavod bo'ladimi? Bu motori ketgan. 3000 dollarlik rasxoti bor. 3000? Sotib olish kerak. Bu buzuq mashinani kimga sotaman hozir? Menda zo'r bitta tanish bor. Hozir chaqiraman. Nima deb qulog'iga ketding buni? Mashina motori ketgan. 3000 dollar ketadi deb aytdim. Nima aybi bor ekan? Ishdan kirib chiqib ketgan. Tiq qo'ysa ishlab ketadi. Bo'ldi, 500 dollar do'la dizam. Tur yoqalari. Okay, bu mashinangiz motori ketgan. Unga qimmatga olib qolaman, arzonga olib qolaman, mayli. Iya.
taniysiz do'stim. Mana tanib qoldim. Ya, men unaqa tanidim qilmay, baribir qimmatlayman, arzon bo'laman. Bosh xotin men mashinangizni o'zida olganman-ku. Ya, men sizni eslolmadim. Nima eslolmaysiz? Men olganman sizdan o'shanda. Bir 19 mi? Qanchaga eslolmayapman. Lekin men sizni mana shu mo'ylovingiz, mana shu qorni eslab turibman. Aniq men olganmisiz? Xuddi Nima deb sotgansiz? mashina toza, masala deb sotgansiz. Haqiqatan meni pricham-ku bu. Haqiqatan siz olgan bo'lsa, men olamayman bu mashinani. Men qarang do'stim, prichalaringizni menga tiqishtirmang do'stim. Men qarang mo'ylovamcha o'zi yo'ldan chiqmagan ekan-ku. Lekinchi mashinani olasizmi, olmaysizmi bilmayman. Aka, mana shunaqa irimim bor. Sotgan mashinamni olamayman. Mashinangiz o'ziga bersin, o'zingiz haydaysiz. Tushundingizmi? Bo'pti, so'radim. Savdoga qo'yardim. Mashina olmaysam 3000 foydamiz bor-ku. Baraka top ko'r ko'nglim nimadir sezyapti. Bu mashinada bir balosi bor. O'zing sotgansan, nima qilyapsan? Chunki men umrim davomida hech kimga butun mashina sotmaganman. Yo'q. Bir kis simmi alfabetdan birdalasini chiqarsam. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging. Ustoz, opam jiyanimga sunnat to'y qilishyapti. Menga otiylik qo'yishdi. Harakat bo'lmas ekan. Qatta olaman, pulim yo'q. Ustoz ishotda xavotirman. Mana shu tuxumni aborot qilib senga ot olamiz. Ya, ishni nimadan boshlaymiz? Ishni birinchi tuxumga Filippina bayrog'ini chizishni boshlaymiz. Keyin nima qilamiz tuxumni? Keyin Amaka rostdan film tuxumimi? rostdan o'sha tankaga zo'r takan ochadi. Narxi pul? $100. Halol chiqib beraman. Keyin $100 nima qilamiz? $100 keyin arzon takan olamiz. Pixiga lezva qo'yamiz, ushtiramiz. Zo'r ekan, yoritib tashadi-ya. Xohlasangiz sotaman. Nech pul? $500. Oldim, baraka. $500 pulimiz bormi? Keyin nima qilamiz? $500 ga qo'ya olib ushtiramiz. Keyin uni qimmatroqqa sotamiz. $500 qo'ysiz qanaqa urishardi? Yo'li bor. Ko'tiga garindori tiqamas, zo'r urishadi. Ha, ko'ti qiziganida alami kelib zo'r urishar ekanda, ustoz. Tayyor qo'yvar. Qo'yinglar sotiladimi zo'r ekan? Sotiladi $1000. $1000 ga baraka. $1000 pulimiz bor. O'sha pulga qisir sigir olamiz. Qisir sigirdan foyda yo'q-ku, yutqizasiz. Men yutqizmayman. Bir hafta sog'maymiz. Yelimi sutga to'lab tirsillattiradi. Keyin bozordan bir 7 buqacha olamiz, oldiga qo'yib, qimmatroqqa sotib olamiz. Ona bo'ladi-ba. Buni ish beradimi? Sog'siz cheligi sutga to'ladi. Xullas suv o'rniga faqat sut ichasizlar. Ishtahazi ham zo'r. Odamdan boshqa lippoy narsani yeydi. Bo'lachasini, qarang bo'lachasini. Buqacha. Nech pul oshsalarim? $2000. $2000 ga baraka. O'zi $2000 pulimiz bormi? Keyin o'sha pulga xohlagan otingni olib beraman. Baland bo'yli, viqorli, chiroyli. Opam xursand bo'ladi. Ketdik, ishni boshlaylik, ustoz. Bundoq o'ylab qarasam, bitta otingni olish uchun ko'pchilik aziyat chekar ekan. Aldanib qolar ekan. Undan ko'rasa bitta dona odam aziyat cheksin. Kim? Ot egasi. Ot egasi? Hey, otni o'g'irlab qo'ya qolamiz. Bum 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 boy boy. Qoravoy, mana shu $100 $100,000 qilamiz. Ishni nimadan boshlaymiz, ustoz? Ishni menga kasbim olishdan boshlaymiz. O'zimni iplas, ustozim. Nima bo'ldi? Yaxshimisiz? Mani innikim o'qadi, adam nima qilib qo'ydingiz? Odam urib, men yuribman, bolam xavotirman. Otingga javob berdi, familiyangizni ayting. Bir nima qilsa bo'lmaydimi? $10,000. Oting. Qamatamiz bu odamni. Xavotir boqadi. Ikkinchi planga o'tamiz. Kechirasiz, apteka qayerda? Unga qayilganingizda xohlasangiz men sizni olib qo'yaman. Chiroyli qiz ekansiz. Uyatsiz! Odamlar qaraylar uffatdi mana, odamlar. Opa, meni qolsin, opa, sen biz qo'yaman qoldi. Seni qo'shtiring. Men o'zi yurishman. O'pganni ko'rdim. Hozir buni javobgarlikka torttiraman. Familiyangizni tez et. Aka, hal qilsak bo'lmaydimi? 10,000. U kim rostdan? O'pdi, shilqimlik qildi, o'pdi. $10,000. Namincha $10,000? Ye bu gap tushunmas ekan. Buni qamatish kerak. Aka, hozir men mushuni davom beraman. Rolingni qoli qilib o'ynading. Ustozlarga cho'roqqa keldik, $20,000 pulimiz bor. Qoravoy, toza joyda toza biznes qilamiz. Dream City'ni Cho'roq darvozasi loyihasida 50 dan ortiq do'konlar arendaga beryapti. Bu yerda hamda shu mashhur brendlar bor. Papa John's, Fedab, Bull bor. Pulni mana shu yoqqa tikamiz deb soqqan soqqiga uramiz. Bu yerda tayyor xonadonlar ham sotiladi. Hamma sharoitlar bor. Qo'riqlash xizmati, bolalar maydonchasi, atrofing to'la magazin.
toza, ozoda atmosfera juda ham go'zal. Parkovkasi ham bor ekan. Ustoz, do'konga pul tikdik, uyga pul qolmadi-ku. Eski ishimizni qilamiz. Yana sizlarmi? Siz odam urib yubordingiz. Siz kelik qaydeldingiz-ku. Xo'jayinnimiki bu meniki. Yaxi, eski klientimda. Nimami bolasini 18 yoshga to'lguncha boqasiz. $10,000 bersam qutulamanmi? Ya, siz doimiy mijozimiz, sizga skidka bor. Qancha? 50%, 5,000 bersiz bo'ldi. Ustoz, hamma joyda tekinga ish bitirasiz. Lekin kafega kirib ovqatlanib, pul to'lamasdan chiqib keta olmaysiz. Ishonasanmi? Hozir ikkalamiz kafega kiramiz deb bo'kkuncha ovqat yeymiz. O ofisant o'rnimizga to'laydi. Yag'i. Bu yoqqa yursa. Yaxshi o'tirdinglarmi sizlar? 300 ming so'm bo'ldi. Hozir. Mana mashina Usayn Bolt uslubi deyshadi. Nima ayblasiz do'stlar? Tez olganga to'lab var. Ya sizni galingiz o'zingiz to'lang, shu yerda. Odam keltirma qo'rvoy to'lab var. Men to'layman, sizni galingiz o'zingiz to'lang. Bo'lmasa donozik o'ynaymiz. Kim tutsa shu to'laydi. Bo'pti. Donozik. Siz g'irrom qildingiz. Nechasini bo'ldi? To'lab yuboringlar tezroq. Hozir shuni harakatdan qilamiz-ku. Qara, bo'lmasa tanga tashiyman. Qaysi taraf senga? Gerba menga. Agar so'm taraf chiqsa, san to'laysan, tushundingmi? Bo'pti. Hop. Hop. Ya siz g'irrom qildingiz, ko'rib oldingiz-ku. Bo'lmasa, eng oxirgi chora qoldi. Chesni o'yin qilamiz. Shu kim to'laydi? Taxting. O'g'ani sizlardan ko'rasizmi? Ko'raman. Hozir Qoroy bilan yugurib, sizlardan aylanib kelamiz kafeni oldiga. Kim oxiri kelsa, o'sha to'laydi pulni. Bo'ladi. Siz sudyasiz. Sani. 1, 2, 3. Voy, ustoz birinchi bo'lib ketyapti. Qoravoy, aytgan Usayn Bolt uslubi qanday ekan, tezroq yugar. Tekinga erishsan, lekin gap yo'q. Iflossizda iflos. Voy, stalbadan o'tib ketishdimi? Shu yerda o'zim to'laymanmi endi? O'rta soat 1da meni uydan olib chiqib ketib, qayoqqa olib kelding? Nega nuqul kechqurun yurasan? Ko'rshapalak bola. Yoruda, suvda nima kerak bor? Odam ko'p bo'ladi. O'zi haqiqiy hayot kechqurun boshlanadi. Shu kofini. Nega men Sibirga olib kelding? Ahmoq, hozir bu yoqqa shahar oldi bolalari kelib yig'ilishadi. Million suvdan urib tashadi. Biz kofe ichib turamiz. Ha, kofe pontgami? Jigar qilingsan, tursanlanchalar. O, brata, keling. Men uzunman, treziyman, ozgina nastroy uchun uchatga yuboringlar bolalar. Bo'ldi, keldi mana. Yaxshi boladan kirib, kasal bo'lmang. Voy jala. Voy, ishki baba qilib ketdimi? Men yoqtirgan medoyini pishirdingmi, Shabbona? Ha, mana pishirib qo'ydim. Bugun vaqtli kelibsin, valaka. Men jigar. Uni sevgilisi ham lunatik. Ko'rshapalaklar. Labini botoks qildirdingmi, Shabbona? Qoshlarim rastushovka burunlarimni ham qildirdim. Qarochi, senga bot. Men tabiiy qizlar bilan sevishaman. Voy, buni hammasi sizga yoqish uchun-ku. Yoqmadi menga. Damini ol, yur olmayman. O'rta soat 3 bo'ldi. Kech bo'lib ketdi. Uyga boringlar. Shoshmay, eng maza qilgan joyga keldik. Hozir birga kayf qilamiz. Kimlar bilan kayf qilamiz? O'z bilan, yorlar bilan. Alo? Alo. Ishlayapsizlarmi? Ha, ishlayapman. Ha, biz dam olyapmiz. Все будет хорошо, я это знаю. Haftam tugadi. Ertaga yakshanba, obedga chuqlab dam olaman. Hey, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Voy, to'xtab turinglar, son nechi bo'ldi o'zi. Ay, endi 7 bo'libdi-ku. Ay, bog'chaga borgan kuni turg'izib bo'lmaydi sizlarni, yotasanlar. Ay, yakshanba bo'ldi deguncha, voqli turib olib, uyqimni ham dabdala qilasanlar. Ay, shu bolalarga qarasang bo'ladi-ku, yakshanba kuni dam olmoqchi edi. Bolam, siz sog'ingan, boshqa payt ishda bo'lasiz. Bo'pti, choyman ichib bo'ldim. Obedga chuqurlayman, bezovta qilmalaring mana. Voy, nega uxlaysiz? Bilasizmi, men sizni 2 haftadan beri kutaman oddiy hissi. Pardalarni yechib bering, yuvishim kerak. Ey, onasi nemisan? Sizni qo'shni chaqirib yuboribdi. Ishtalaydi o'rmadingmi? Qanaqasiga? Bugun yakshanba-ku. Keling qo'shni. Qo'shni bir mashina ishlagi bilan olib kelgan, shuni tushirishib yuboring. Kechirasiz, bugun mana dam olgan kunim edi. Bilaman, shuni mo'ljallab yakshanbaga chaqirganman. Erta ishga ketib qolasiz-da. Rahmat, mana ras o'ylabsiz, yuring bo'pti. O'ltoy, atak olsa. Ha, qo'shnigida
bir zil shlagi bilan uchirdik. Kirib bir dam oling dedi. Birov ish buyursang, chop borasanlar. O'zingni ishing chala bo'lib yotadi. Bir kun ta'minda bir foydang tegsa uyga, lapatka olib ko'chaga chiqqin. Ishxonamda charchamasdim. Assalomu alaykum Qobil aka. Yaxshi, O'rtoq ha. ketdi choyxonaga. Bo'ldi, ozgina ishim qoldi. Shuni yuz qo'lib yuvib chiqib ketamiz. Qanaqa choyxona? Ish tiqilyapti. Choyxonaga bormaydi. Bora qolyadi. Qo'ysangchi, ish tiqilyapti. Bugun vohlik kirib yot, ertaga vohlik ish ketasan. Ada haftada bir kun o'zim uchun ham yashay, bunaqada qachon dam olaman? Keyingi shanba. Malakat kelin. Choydan keyin begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Yana Voy, ja issiq emas-ku. Daryodan oqib keladi. Shohlardan marvarid. Voy. Suv. Mana shu olayman-da. Kelin. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Sani palakat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa palakat demang. O'naydi. Qirsiq ekan-ku. Ay, qo'lim. Ada bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz palakatmi deyman dey. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlab yuradi. Hattoki oldingizdan o'tsa hamchi palakat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim-ku palakatni bu. Malakat kelin. Bu nimaga qarshi ukol? Bu ukol qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ukol qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijiz bo'lmaydi. Hozir bu jo'jalarni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 oldi be. Voy, bittasi ikkitani dovul qildim. Men chaqirding onasi? Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti, qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizimayaptimi? Yo'q. Boshingiz yonyapti. Palakat. Duxovkani tepasi yoqmading. Namuncha boshingiz qattiq patnisimi pachoq qildingiz. Hadi. Voy, yana dovul qildim. Ada tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir palakatni boshlaydi. Bo'ldi. O'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adajon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada qari, xotinim kelgan bo'lsa ham palakat bo'lmadi. Kelinimni palakat aribdi. Nega meni doim palakat deyorasiz, tavba. Voy, Ada palakat aribdi-ku buni qali. voy, bunisi endi hat-trick bo'ldi. Palakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demang mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. O'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymaymidilar. Buni qilaman desam, buni qayerga qo'yishni bilmayman chiroyli. Keling adajon, men ushlab turaman chironi. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'z bilasiz. Palakat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy, agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadi. Tushunmadim, urib qo'yganmi? Voy, kelin! Voy, kelin!
yaxshiyam shu shlem bor ekan. Balakat. Odam payponi bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yuborar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyog'im kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladi. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib shashlik yeysiz. Annam tortib qopti dadam. Olavlar hukmdori keldi. Bunga bezi setish kerak. Voy adam, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, bizni bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozganmazsa. Ko'rib turgan barcha tabichkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kerigan olib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka mana shu yiqitganlarni hammasiga hisoblaydi, yechib oling. Vela ciao, ciao, ciao.